Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi mavzuyimiz benzinli nasosimiz bo'ladi akalar. Xo'p, bu yog'i bahor kelyapti. Suv problema bo'ladi. Любой joyda misol akalar sizlar uchun benzinga ishlaydigan nasosimiz kelgan, ko'rishlar mumkin. Xo'p, akalar, Alfa Grand firmamizda mana shuni tavsiya qilaman. 76 nasosimiz bo'ladi. 170 bloyli motori 7 ta ot kuchi bo'ladi. Va 76 nasos chiqarib berishi 30 metrgacha balandlikka otib beradi va so'rish tarafi 7 metrgacha bo'ladi va 60 kuba suv tashlab beradi akalar. Xo'p akalar, bu benzinga ishlaydigan 76 nasosimiz bo'ladi. Bu benzinga ishlaydi. Bundan tashqari mana bu yerda karburatori bor. Karburatorda almashtirib turib, ozgina kichkina xatamtoy gazlar bo'ladi, kichkintoy. O'shalarda shunda moslovchilar ham bo'ladi. Akalar, o'shanda arzonroqqa ham tushadi. Akalar, xo'p. Bu narsani yana bir ustunlik tarafi, ba'zi bir nasoslarga o'xshab, mana bu yerda yog' datchigi bo'ladi. Endi bu narsada bor. Обязательно bor. Ba'zi birlarida yo'q akalar. O'sha narsaga ahamiyat berib olasizlar. Akalar, bu yog' datchigi nima qilib beradi? Misol, yog'larning kam bo'lib qolsa, motor o'tib ketmaydi-da, urib yormaydi, yo biror narsa bo'lmaydi. Bu narsa uzoqroq chidab berishga yordam beradi motor. Akalar, kimga shunaqangi 76 nasosimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. 12 viloyatga dostavka xizmatimiz bor. Manzilimiz Qo'qon Yangi bozor. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Xo'p, akalar, manzilimizni so'rab turgan akalarimiz uchun o'rta qatordan mana shunday kelasizlar. Gidrosit 6-do'kon.